Lee Chon-sokni ozgina boshqacharoq tarixiy daramada ko'rmoqchi edim, ammo bu ham yomon emas-da. Siz uni uzun sochlarda ko'ra olmas ekanim. Tilada bo'lsa, yarim yil oldin sizlarga Lee Chon-sok, Shin Mina, Lee Se-yeon, Ju Ju-hun yangi daramada, tarixiy daramada birga rol o'ynashlarini aytuvdim. Daramaning taxminiy nomini eslatib o'taman. Qirolicha yana qayta turmushga chiqadi. Yokida qirolichaning ikkinchi turmushi tarixiy, ha, ammo biz kutgan Choson va Koryo bu yerda yo'q. Plus, o'sha daramaning ilk kadrlari taqdim etildi. Bu yerda esa bosh roldagi aktyorlarning qiyofalari, obrazlari ko'rsatilgan. Guys, to'xtang. Ko'rib turganingizdek, biz kutgan Choson va Koryo umuman yo'q. Ammo bu ham bir tarafdan juda ham yaxshi. Bir xillikdan zerikanlar uchun esa ayni muddao. Daramadan bilasizlarmi qanaqa vibe kelyapti, tipa amerikanskiy vibe shunday. To'g'rimi? Menga qo'shilinglar, iltimos qo'llab-quvvatlanglar. Daramaning premyerasi esa 2026-yilning ikkinchi yarmida. Xo'sh, siz bu daramani kutasizmi? Va uni qay darajada kutyapsiz? Shuni ham aytib qo'ying. Bu videoni esa Lee Chon-sokning ashaddiy muxlislariga tashlab qo'yamiz. Ha, aytgancha yil oxirigacha 10 mingta bo'lishimiz uchun esa obuna bo'lib qo'ying. Hammaga annyeong.